Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun bodringni organizmga bo'ladigan ta'siri haqida qisqacha xalq tilida suhbat olib boramiz. Birinchi, bodring tarkibida yod moddasi borligi uchun bo'qoq kasalligini ba'zi bir turida, ya'ni gipotireoz, ya'ni xalq tilida yod yetishmovchiligi kasalligida tavsiya qilinadi. Ikkinchi, bodringning kaloriyasi, ya'ni xalq tilida kuchi kam bo'lgani uchun yana organizmda ishqoriy muhit hosil qilgani uchun semirib ketishni oldini olish va davolashda ishlatiladi. Organizmda yog' to'planishini oldini olsa, demak jigarni yog' bosishida yoki boshqa ichki a'zolarda ham yog' to'planishini oldini olish va davolashda ishlatsa bo'ladi. Uchinchi, bodring ham natriy bikarbonatga o'xshash organizmda ishqoriy muhit hosil qilgani uchun nafas yo'llarini kasalligida balg'am ko'chiruvchi sifatida ishlatiladi. To'rtinchi, ota-bobomiz bodringni boshga kiyib olishgan va yana xotirani yaxshilash maqsadida iste'mol qilishganini hamma yaxshi biladi. Beshinchi, ota-bobomiz bodringni boshga kiyib olishlarining ma'nosi sochni to'kilishini oldini olish bo'lgan. Ota-bobomiz bodring miyaga foyda deb hisoblashgan. Fan texnika rivojlangani uchun bodring urug'ini tarkibida fizitin moddasi borligi aniqlanib, fizitin moddasi esa miyada qon aylanishini yaxshilab, xotirani kuchaytirib berishi fanda isbotlangan. Demak, o'quvchi bolalarga, talabalarga, ya'ni studentlarga, aqliy mehnat qilguvchi insonlarga, misol uchun buxgalterlarga, o'qituvchilarga va shunga o'xshashlarga urug'i bor bodring tavsiya qilsa yaxshi bo'ladi. Yettinchi, urug'i bor bodring siydik haydash xususiyati borligini hamma biladi va shuning uchun podagra kasalligida tavsiya qilinadi. Sakkizinchi, bodringni organizmda ishqoriy muhit hosil qilgani uchun siydik yo'lida fosfat kalsiy tuzlik tosh kasalligida tavsiya qilib bo'lmasligining sababi toshni kattalashtirish ehtimoli bor. Aks holda va urat tuzli tosh kasalligida bodring tavsiya qilsa yaxshi bo'ladi. To'qqizinchi, qalmatov, qarlamov, meva, sabzavot va zo'ravor o'simliklar xosiyati 1995-yil 249-betda yozilishicha gepatit, xoletsistit, nefrit kasalligida ham tavsiya qilmagan yaxshiroq. 10. Yana oshqozon ichak kasalliklarini ba'zi turini qo'zg'agan vaqti, ya'ni обострение vaqtida iste'mol qilib bo'lmaydi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Bodringni organizmga bo'ladigan ta'sirini Uoker, lechение сырым овощным соками 1990-yil 35-bet, Karimov, xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibda qo'llaniladigan shifobaxsh o'simliklar 1993-yil 28-bet va boshqa kitoblardan foydalandik.